AQSh 6-avlod texnologiyalar poygasida yutqazdi. Xitoyning 3000 km jangovar radiusga ega yangi J-36 samolyoti shunchaki tahdid emas. U Amerikaning havodagi hukmronligining asosiy elementlariga to'g'ridan-to'g'ri xavf soladi. Yonilg'i quyuvchi tankerlar, razvedka samolyotlari, endi ularning hammasi nishonda. Xitoy Chengdu korporatsiyasi tomonidan ishlab chiqarilgan 6-avlod J-36 qiruvchi samolyotini birinchi marta taqdim etib, AQSh va butun dunyoni shokka soldi. Hisob-kitoblarga ko'ra, uning maksimal tezligi 2.5 Max ga, jangovar radiusi esa qariyb 3000 km ni tashkil etadi. Shuningdek, Xitoy gipertovush tezligi imkoniyatini namoyish etdi. 6.5 Max gacha tezlik bu soatiga 8100 km ni tashkil qiladi. J-36 taxminlarga ko'ra allaqachon parvoz qilmoqda. U dumsiz, kam ko'rinuvchan va 3 ta dvigatel bilan jihozlangan. Ba'zi ekspertlarning fikricha, u nafaqat katta balandliklarda, balki koinotda ham ishlashi mumkin. Bu AQSh strategiyasiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Katta masofa Xitoyga yonilg'i quyuvchi tankerlarni va erta ogohlantirish samolyotlarini urib tushirish imkonini beradi. Bu Amerika havodagi hukmronligining asosiy elementlaridir. Ayni paytda AQShning 6-avlod qiruvchi samolyoti dasturi harbiy havo kuchlarida dizaynni qayta ko'rib chiqish uchun to'xtatilgan. Garchi 2023-yilda sinov parvozlari haqida mish-mishlar bo'lgan bo'lsa-da, tasdiqlangan ma'lumot yo'q.